Ko'pchilik grija bo'lganda operatsiya qilishga shoshilishadi. Lekin buni operatsiyasiz bir nechta yechimlari bor. Ulardan biri manual terapiya. Assalomu alaykum, men Maqsud Sobirov, umurtqa sentrida kinezioreabilitolog bo'lib faoliyat yuritmoqdaman. Уже mana 4 yildan beri grija, protruziya, osteoxondroz va skolioz kabi kasalliklar bo'yicha bemorlarimizga ijobiy natijalar ko'rsatib kelyapman. Va bugun biz sizlar bilan grijada manual terapiyani o'rni, manual terapiya nimaligi, uni yordamlari haqida gaplashamiz. Manual terapiya o'zi nima? Bu qo'l orqali umurtqa, mushak va bo'g'imlarga ta'sir o'tkazib, siqilgan nerv va taranglashgan mushaklarni yumshatishga qaratilgan muolaja hisoblanadi. Grijalarda qo'llasak bo'ladi, faqat qaysi holatda? Albatta mutaxassis ruxsat bersa. Birinchidan kelgan bemorimizni yaxshilab tekshiramiz. Holatini ko'ramiz, yoshiga ahamiyat beramiz, kasallik qanchadan beri davom etayotganligiga, qaysi qismidaligiga ahamiyat berib turib, unga mumkin yoki mumkin emasligiga qaror qilgan holatda manual terapiya qilinadi. Va manual terapiyani to'g'ri qilish orqali juda katta yordamni bersak bo'ladi. Ko'pchilik manual terapiyani suya qarsilatish deb o'ylaydi, lekin bu noto'g'ri. Hozir aytib o'tgan narsalarim buni manual terapiyani asl mohiyati bo'ladi. Manual terapiya grijada qanday yordam beradi? Grija chiqqan paytida bizning nervimizni siqib qo'ysa, biz xalqimizga tushunarli qisqa tilda aytmoqchiman, ko'pchilik tushunishi uchun. Chiqqan grija, ya'ni umurtqalarning orasida joylashgan disk bo'ladi. O'sha disk ichidan chiqqan suyuqlikka grija deb aytadigan bo'lsak, o'sha chiqqan grija bizning nervimizni siqadi. Bu oqibatida og'riqlar, uvishishlar, misol uchun belda bo'lsa oyoqqa beradi, bo'yinda bo'lsa qo'liga beradi. O'sha siqilgan nervni manual terapiyada qisqa qilib aytsak, ochib beramiz. Cho'zish orqali yoki o'zini har xil uslublari bor. Shular orqali foydasi tegadi va ahamiyat beringlar, manual terapiya qilayotgan inson o'z ishini mutaxassisi bo'lishi shart. Chunki noto'g'ri qilingan manual terapiya sizni muammoingizni yana ham jiddiylashtirishi mumkin. Shuning uchun mutaxassis tanlashda adashmang. Lekin to'g'ri qilingan manual terapiya, yana qaytarib o'tamiz, juda katta yaxshi natijalar beradi. Mana grija bo'lganda insonlar bir xillarda og'riq bo'ladi, bir xillarda og'riq bo'lmaydi-da. O'shani farqini ham tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Masalan, sohada biz mutaxassislar aytamizki, og'riq bo'lsa bu juda yaxshi. Chunki bizning xalqimiz og'riq bo'lmasa kelmaydi bizga. Og'riq bo'ladiki, kelishadi. Grijada boshlang'ich og'riq bo'lmaydi o'zi. Основной, ya'ni oyoqlarga uvishishlar beradi. Bir xil holatlarda muzlashlar berishi mumkin. Juda ham kuchlilashgan og'riqli holatlarda, endi yurolmaydigan holatlar bor. Bu juda o'tkazib yuborilgan holatlar. Og'riq bo'ldiki, doktorga murojaat qilishadi. Iloji bo'lsa biz aytib o'tamizki, odamlar o'zini o'zi tekshiruvlardan o'tkazib turishsin. Grija bir xillarida og'riq bermashi mumkin, lekin payt kelganda shunaqa ushab qolsa, juda qattiq afsuslantiradi. Bu bilan grija xavfli narsa deb qo'rqitmoqchi emasman. Prosta o'zingizlarning hayotingizga befarq bo'lmanglar deb aytib o'tib ketmoqchiman. Grija qo'rqinchli narsa emas o'zi. Grijadan qo'rqish kerak emas, prosta vaqtida oldini ola bilsak, bu hech narsa emas. Prosta ko'p bemorlarimiz kechikib kelishadi va ozgina muddat cho'zilib qolishi mumkin. Davolash suramiz, ya'ni davolash muolajalarimizni. Grija bo'lmasligi uchun o'zi nima qilish kerak? Bu haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizani umurtqa sentrimizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yoqda bizani umurtqa jamoamiz bilan agar o'sha sizda grija holati uchragan bo'lsa, grija, protruziya, skolioz, osteoxondroz shunaqa muammolar o'sha bo'layotgan bo'lsa yoki даже oddiy bel og'riqlari bo'lsa yoki og'riqdan keyin bir xil bilmaydi, nimaga og'riq bo'lyapti, belimda, oyog'imda, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Umurtqa jamoamiz bilan konsilium qilib, sizni ahvolingizni ko'rib, kerakli yo'nalishda sizga berib olamiz. Agar bu holatlarni, ya'ni grija holatlari, og'riqli holatlar bo'lmashi uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsangiz, keyingi videolarimizni albatta kuzatib boring. Eng kerakli mashqlar, eng kerakli davolash usullari, eng kerakli maslahatlar har doim sizlar uchun bo'ladi.
bizlarni kuzatishda davom eting. Umurtqa sentri va undagi umurtqa jamoasi sizni salomatligingiz uchun har doim tayyor. Agar sizlarda ham hozir sanab o'tilayotgan grija, protruziya, skolioz, osteoxondroz yoki sababi bilinmagan beldagi, oyoqdagi, bo'yindagi og'riqlar bo'ladigan bo'lsa yoki bo'g'imlardagi og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz yoki kommentariy orqali savolingizni berib o'tishingiz mumkin. Bizning jamoamiz sizga aloqaga chiqishadi.